yana qurumsoqdek qaynotang yonga keling, gadoylik qilishyapti. Sen ham kelding-ku. Yaxshi bo'libdi. Men qaynotam yonga kelganim yo'q. Men xotinimni dadasini yonga keldim. Men ham shu. Xotinim dadasini yoniga. Meni gapimni takrorlamay iltimos sendan. Ey, butun jahonda menga boshqa odam qurgandek sen bocha bo'lgansan. Erimdan qo'lingizni oling. Ey, opang. Tasallam er-xotin. Er-xotin urushasanlar. Urushasanmi? Ey, urush. Ne bo'lgan? Kel. Yana keldinglarmi Darmet kuyovlar? Shu darmayt deyman qandajon? Ko'nglim og'riydi. Hay Darmet deydilar. Haqiqatan ham darmayt deydi. Nima xizmat qilay, nimaga keldinglar? Dajon, endi bizlar siz gapiring. Dajon, bilasizmi, eng katta qizingizman. Shu kuyovingiz bilan baxtli yashashimiz uchun biz ko'p emas, 8 xonali kichkinagina uycha kerak. Ibey, qanday sizga beradilar? Kichkina bizaki. Nima qilaysiz? Ixillab o'tiribsiz. Opangiz hamma gap, charchab gapirib, hamma narsani dadangizga berib turibdi. Menga qarang Dajon. Eng kichkina kenjasi bizami? Mana kichkina qizingiz bu kenjaki-yu, mamami? Bizlarga berishingiz kerak bu narsani. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Mana qaranglar qizlarim, ko'p urushib talashmang. Mana rohat ikkinchi obyektni qurilishi boshladi. Nasib bo'lsa bu yerdan senga ham, menga ham o'y qilib beraman. Qachon bitadi bu dada? 1 yilda bitiraman, asabimiz menga. Qaynotam davlat ham. Qaynota davlat emas, qaynota jannat, rahmat uy uchun. Bo'ldimi, yoqdimi sizlarga? Bitta notarafi bor-da. Shu Dinamo Kalsaga 2 donagina taksi chaqirsangiz biz bosham bilan o'yga Haqiqatan ham. Taksini ham men chaqirayman. Ana gap tegida gap bor. Taksi chaqirmaslik uchun bitta bojam maoshi, bitta menga moshina olib berasiz. Ma'luba. Menga ma'luba. Bir xil qilib minib yuramiz bojam bilan. O qara. Bir kun shu yuragi yorilib o'yladi qaynotam.